Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan uychi bolalar. Beruniy Xonobod mahallada 2 sotu va 2 sotudan iborat bo'lgan ikkita uchastkamiz bor. Bunisi mana 2 pastda podvali bor, zeleniy zonalarni ko'rdinglar. Xo'p, kiraverishimizda o'ng qo'limizda, chap qo'limizda mana kechirasizlar. Mehmonxonamiz, uyimiz 100% pishgan rishdan bitgan, 100% tepli pol va chap qo'limizda bitta xonasi bor. Tak, spalni yoki детский sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu mana kuxnyasi ham katta va sanuzel. Birinchi etajda 2 ta xona, ikkinchi etajda 3 ta xona bor. Tepaga ko'tarilamiz. Ikkinchi etaj chiqqan bo'lsa, bu mana kichkina visachi balkoni bor va bu mana spalni. Ichkarida sanuzel va garderobga joy qoldirilgan. Ikkinchi etajga ham tepli pol chiqqan. Bu yerda mana o'ng qo'lda yana bitta xona. Sanuzel va bu yerda yana bitta xonasi bor. Uyimizga akali ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uyimizning narxi $180,000. Ozgina kelishadigan joyi bor.